Assalomu alaykum. Navbatdagi kun mavzuyimizni boshlaymiz. Navbatdagi mavzuyimiz issiqlik sig'imlari. Ya'ni jismlarning o'zida qanchalik issiqlik sig'dira olish qobiliyatini xarakterlovchi kattalik ustida mavzuyimiz bo'ladi. O'z-o'zida shu mavzuga doir misollarni yechib ko'rsatamiz. Demak, boshladik. Birinchi tushuntirgan narsamiz issiqlik miqdori. Ya'ni issiqlik miqdorimiz u barobar Cm delta Tga teng bo'lgan kattalik. Shu yerdagi kichkina sayimiz aynan solishtirma issiqlik sig'imi jismning o'ziga qancha issiqlik qabul qila olish qobiliyatini ko'rsatuvchi kattalik hisoblanadi. Kichkina s'ning massaga ko'paytmasi bo'lsa, issiqlik sig'imini beradi. Katta S harfi bilan belgilanadi. Shunga oid misollarni hozir yechib ko'rsataman. O'z-o'zidan bu issiqlik miqdorimiz termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra delta U plus A ga teng bo'lgan kattalik hisoblanadi. Bular o'zaro bog'liqligini topib olamiz. Bizda asosiy mavjud bo'lgan mavzularimiz P konstanti jarayon birinchisi, shu bo'yicha ko'rib o'tamiz. P konstanti jarayon uchun issiqlik miqdorimiz I plus 2 taqsim 2 massa taqsim malyar R ko'paygan delta T ga teng. I'miz bu erkinlik darajasi. Shuni Cm delta T ga tenglashtiramiz. O'z-o'zidan bundan kelib chiqadi. Cm delta T barobar I plus 2 taqsim 2 M taqsim malyar R delta T ga. Delta T'larni qisqartiramiz. Bundan kelib chiqadi. Massalarni ham qisqartiramiz. C barobar I plus 2 taqsim 2 R taqsim malyar kelib chiqadi. Bu solishtirma issiqlik sig'imi. Solishtirma issiqlik sig'imi. Malyar massasini bu yoqqa ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, C malyar barobar I plus 2 taqsim 2 R bo'ladi. Bu malyar issiqlik sig'imi bo'ladi. Dastlabki formulada kichkina S ni massa ko'paytmasi katta S ni beradi. O'z-o'zidan katta S barobar I plus 2 taqsim 2 nu R. Bu issiqlik sig'imi bu beradi. O'z-o'zidan P konstanti jarayon uchun 3 xil holatni ko'rib o'tdik. Keyingisi V konstanti jarayon. V konstanti jarayonda faqatgina 2 koeffitsiyentimiz bo'lmaydi. O'z-o'zidan bu formulalar o'zgaradi. I taqsim 2 R taqsim malyar masalan. Solishtirma issiqlik sig'imi shu ko'rinishga keladi va qolganlari ham shu tartibda o'zgarib boradi. Keyingi jarayonimiz T konstanti jarayon. T konstanti jarayon uchun o'z-o'zidan temperatura o'zgarmas. Temperatura o'zgarmas jarayonda ichki energiya o'zgarishimiz 0 ga teng bo'ladi. Faqat ish bajarish bo'ladi. Ya'ni bajarilgan ishimiz nu R T ln V2 taqsim V1 ga teng. Issiqlik sig'imiga tenglashtiramiz. Cm delta T barobar nu R T natural logaritm V2 taqsim V1 ga teng. T konstanti jarayon uchun delta T'imiz 0 ga teng bo'lgandan keyin o'z-o'zidan 0 ni bu yoqqa bo'lib yuboradigan bo'lsak, qandaydir son taqsim 0. Ya'ni bundan kelib chiqadi, har qanday son 0 ga bo'lsa, ya'ni mahraj 0 bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Sabab mahraj 0 bo'lsa, sonimiz cheksizlikka intilib ketadi. O'z-o'zidan barcha kattaligimiz cheksizlikka intilib ketadi. T konstanti jarayon uchun solishtirma issiqlik sig'imimiz cheksizlikka intiladi. Navbatdagi jarayonimiz bo'lsa, adiabatik jarayon, ya'ni PV ning gamma inisi teng konstanta. Bu o'zgarma jarayonimizda issiqlik miqdori 0 ga teng. O'z-o'zidan bu tarafimiz 0 ga teng. Delta T'imiz 0 dan farqli bo'ladi. Delta T'imiz 0 dan farqli, ya'ni temperatura o'zgarish bo'ladi. O'z-o'zidan, ya'ni delta T 0 dan farqli, bu tarafimiz 0 bo'ldi. O'z-o'zidan 0 taqsim qandaydir son, ya'ni qolganlari 0 ga teng bo'lib tushib qoladi. C malyari ham, solishtirma sig'imi ham va katta S'imiz ham 0 ga teng bo'ladi adiabatik jarayon uchun. 4 xil holatda ko'rib chiqdik. Bunga oid bir nechta savollarni ko'rib o'tamiz. Erkin siljiy oladigan porshen ostida azotning solishtirma issiqlik sig'imini toping degan savol qo'yilibdi. Erkin siljiy oladigan porshen ostida P konstanti jarayon ketadi. O'z-o'zidan P konstanti jarayon uchun solishtirma issiqlik sig'imini hisoblab olamiz. Ya'ni C barobar I plus 2 taqsim 2 R taqsim malyar. Azot uchun erkinlik darajasi 5 ga teng, ya'ni 5 plus 2 taqsim 2 ko'paytiraman universal gazoyimiz R taqsim malyar massamiz
Azotning molyar massasi 28 gramm taqsim mol 28 10 üstü minus 3. Shuni hisob kitob qiladigan bo'lsak, solishtirma issiqlik sig'imimiz azot uchun 1038,75 joule taqsim kelvin ko'paygan kilogramm kelib chiqar ekan. Baholi qudrat issiqlik sig'imiga oid bo'lgan savollarni ham yechim qildik. Shu va shu kabi mavzularda muammo bo'layotgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. E'tibor uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.